Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 10 oylik chaqaloq va uning rivojlanish xususida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, boshladik. 10 oylik chaqaloq juda faol va qiziquvchan davrga kiradi. Bu oyda bolaning jismoniy, aqliy va hissiy rivojlanishida muhim o'zgarishlar yuz beradi. Avvalambor aqliy va nutqiy rivojlanishiga to'xtalib o'tsam. Bolakay oddiy so'zlarni tushuna boshlaydi, ya'ni yo'q, ber, kel, mama, baba, dada kabi bo'g'inlarni takrorlaydi. Buyumlarni qayerdaligini eslab qoladi. O'yinchoqni yashirsangiz, uni qidiradi. Jismoniy rivojlanishiga esa bolakay emaklaydi, ba'zilari tayanib turishni boshlaydi. Mebelga suyanib qadam tashlashga harakat qiladi. Mayda buyumlarni barmoqlari bilan ushlay oladi. O'tirish va turish osonlashadi. Bolakayning ijtimoiy va hissiy rivojlanishi. Onasi yoki yaqin insoniga juda bog'lanib qoladi. Begona odamlardan cho'chishi mumkin. Quvonch, xafa bo'lish, qiziqish kabi hissiyotlarni yaqqol ko'rsatadi. O'yin vaqtida kuladi, ovoz chiqarib, e'tiborni tortadi. Bolakayning ovqatlanishi. Bolakay qo'shimcha ovqatlarni faol iste'mol qila boshlaydi. Yumshoq ovqatlarni chaynashga harakat qiladi. O'zi qo'li bilan ovqat olishga urinadi. Ko'krak yoki aralashma hali ham muhim hisoblanadi, garchi bolakayga qo'shimcha ovqat berayotgan bo'lsangiz ham. 10 yoshli bolakayning uyqusi kunduzi 2 marta, kechasi 10-12 soat davom etishi mumkin. Uyqu rejimi asta-sekin shakllanadi. 10 oylik farzandi bor ota-onalarga bir nechta maslahatlar, ya'ni bola bilan ko'proq gaplashing, kitoblarni ko'rsating, rangli suratlarga e'tiborni qarating. Xavfsiz joyda erkin harakat qilishiga imkon bering. Oddiy o'yinlar, ya'ni to'p, kubik, qo'g'irchoqlar bilan demak o'ynashingiz mumkin. Har bir yutug'ini maqtov bilan rag'batlantiring. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.